أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah subhanahu wa ta'alaga hamd sanalar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge durud ve salavatlar bilen. Bugün kardeşimiz Ahmet Pidayı'nınki üyege bir ziyaret bilen bu sohbetimiz başlandı. Emmanlık malum biz neçe vaktin biri kolumuzdan kilişçe davet teşvikat faaliyeti ilip beravatımız. Her kişi özününki koldan kelgen bir imkanı bilen her yerde Allah rızası üçün, bu ümmetin parçası boğan Şarkı Türkistan halkı üçün, aşu işgal altıda astıda qalğan ziminimiz üçün kolundan kilişçe özünün hizmetini kılıvatıdı. Şunun içinde hizmet kılıvatkan qarindaşlarımızdan birisi Ahmetcan Pidayı. Köpinçilerimiz tanıyımız, ictimai uçur vasıtlarda közüküp görünüp durdu. Biz qarindaşlık davası kılıvatkan bir musulmanlar bolu süptümüz bilen bu qarindaşlığımızı ameliyatga aylandıraylı dep şahsen menden 60 kilometr jıraqlıqdaki Ahmetcan Pidayı'nınki üyege kelip bir ziyaret kılış jarayonida sohbetlişeyli, imanlışeyli, muңdışeyli bu arkalık qarindaşlığımızın küçeysin. Bu arkalık bütün dünyada bizge okşaş azap çekevatkan, det tatıvatkan qarindaşlarımız bilen kalbimiz sohbetimiz arkalık birleşsin dep bugün bir yerde çay içip sohbetlişip oturupdumuz qarindaşlar. Sohbet kılış bizning tushunishimizga asos soladi. Fikir almashtirish bilan bir-birimizning tushunishgandan keyin qarindosh bo'lamiz. Qarindosh bo'lgandan keyin biz jamoatlashamiz. Jamoatlashgandan keyin bizda davlatchilik va bizningki xiyol qilayotgan va orzu qilayotgan, maqsad qilayotgan bizning maqsadlarimiz amalga oshadi. Chunki chet elda yashayotgan har bir Uyg'urning, hatto vatanda mayli erkin holatda yashasin, mayli turmalarda tursin, har qanday bir Uyg'urningki qalbida Xitoy zulmiga qarshi bir o't yalqinjab turganligini hammaylar bilamiz. Ammo bu Xitoyning zulmidan qutulish, shu Sharq Turkistonimizni qutuldirish uchun nima ish qilamiz degan vaqtida buning bosqichlarini qadam-qadam o'rinlaydigan zamonimizda undan keyin biz bundan keyingi hayotga, bundan keyingi mujodalaga to'g'ri bir qadam tashlagan bo'lamiz deb o'ylayman va buning birinchi qadami qarindosh bo'lish. Qarindoshlikning oldida bir-birimizni tushunish. Bir-birimizni tushunishning vositasi sohbat. So'zlashish, gaplashish, bir yerga kelish, choy ichish, bir shiraning ustiga kelib hayotimizni, iymonimizni, vatanimizni, ummatimizni, atrofimizdagi qarindoshlarni qanday qilish, tafakkur qilish, sohbatlashish. Shuning qadami olarak bugün Ahmetcan qarindoshimizning qishig'iga keldim va biraz tayyorliqsiz holatda bo'lsaqmi, bizning hozirgi gündemde yani bu qiziq nuqta bo'layotgan dunyoda hammaninki xabarda bor. Arakan meselesini yani bir qitim tilga olaylik. Chunki zalim oldida sukutda turish o bir şeytanın işi bo'ladi. Hem zalimning zulmi yomon emas, aslında şu zulmga sukutda turishning o'zi bir jinoyat degan bu olimlarning so'ziga asosan biz jinoyatchi bo'lib qolmaylik. Biz sukutda turadigan insonlardan bo'lib qolmaylik. Mayli dunyoning har qanday bir yerda bir musulmon qarindoshimiz zulmga chiqsa, shunga bir inkos beroladigan, maydonimizning qaysi tarafda ekanligini ko'rsatib beroladigan, hiç bo'lmasa qo'limiz bilan to'sash imkoniyatimiz bo'lmasa, eg'zimiz orqali bo'lsa-mu jihodimizni, maydonimizni, bayrog'imizni ro'shan bir holatda ifodalab beradigan bir musulmonga aylanaylik deb bugun shu Arakandagi qarindoshlarimiz bilan bizning oraliqimizdagi, ya'ni Sharqi Turkistonliklarningki oraliqidagi farq masalasida bir tushunish hosil qilaylik va buni mayli Facebook üzerinde yani alaqası arqılıq, yani ictimai uçur alaqası arqılıq bütün dünyadaki Uyghur qarindoshlar bilan o'rtoqlashaylik. To'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, tafakkur qilaylik.
o'ylanib boqayli, so'zlab boqayli, oldimizga bir qadam tashlash uchun silkinib boqayli deb biz bir yerga keldik. So'zni boshlashdan burun yana biz fikr almashtirishdan burun men Facebook ichida yoki shu ijtimoiy uchur vositalarida bizni qo'llayotgan qarindoshlarga alohida rahmatimni bildiraman. Buning oldidagi mayli Ahmadjon Pidoyi qarindishimiz ilib borgan suhbatlar bo'lsin, mayli men Husayn Tajalli ilib borgan suhbatlar bo'lsin. Bu suhbatlarni ham bahrilashish orqali dunyoga anglitishga bizga yordam qilayotgan, destekchi bo'layotgan qarindoshlarimizga men ikkimizning nomidan, belki bütün qarindoshlarımızdan nomidan rahmetimizni bildirimiz ve Allah rahmet qilsin deymiz. Çünkü biz hammaylar destekka muhtoj qarindoshlar. Hammaylar birlashishga, bir-birimizga mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, mayli moddiy jihatdan bo'lsin, destek berishimizga muhtojmiz. Yani biz bir moddiy destekka hiç ihtiyacımız yok. Moddiy jihatdan Allah xolisa boshqalarga destek berishga yaraymizki, özümüz ihtiyacımız yok. Fakat manevi taraftan meyli alim olsun, meyli molla olsun, meyli qari olsun, meyli ziyali olsun, meyli akademik olsun, meyli milliyetçi kim olsun, bu zulümde qalğan xalq uchun xizmat qilayotgan har qanday bir shaxs, meyli liderdan tortib oddiy fuqarogacha, meyli bizdek bir ancha-muncha o'qigan va yoki o'qimagan insonlargacha hammaylar destekka muhtoj. Onun için bizdeki bu videolarımızı dünyaya anlatışta, bütün dünyadaki Uygurlar anlatışta bizge destek olup hem bahrilayotgan. Yani yaxshi qipsiz deb qo'yash bilanlar, guldan birini so'qib qo'yash bilanlar emas, balki bizning anlatışımızga destek bo'layotgan qarindoshlarga Allah rahmat qilsin deyman. Assalomu alaykum Ahmadjon Pidoyi qarindoshimiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu bir ziyaret ve bir fikir almashtirish söhbati bo'lganligi uchun alohida savol so'rab o şekilde qilmaymiz. Faqat o'zimizningki fikrlarni o'tirib qo'yish orqali qarindoshlar bilan ham suhbatda bo'lamiz. Uning oldida o'zlarini bir kichikgina qisqacha tanishtirib o'tsizlar. Fikrini oldida qarindoshlar bilsa ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aldi bilan dunyoning barliq yerida yaşayotgan, Uyg'ur tilida so'zlayotgan va Uyg'urcha anglayotgan qarindoshlarga Gollandiyada hozircha turib yaşayotgan Pidoyi nomi bilan yillardan beri Erkin Asiya radiosiningki mushiya turishli ixtiyor muxbirligini qilayotgan Pidoyi taxallusli qo'llanib kelayotgan Ahmadjon birodarimdan hammalarga oliy salom va oliy ehtirom, hammalarga Alloh salomatlik ato qilsin. Bugün bu tasadduq bir fursatdan foydalanib elib bilinmoqchi bo'lgan suhbatimiz orqali har bir sanoga asl manfaat berabilsak bizning xo'shalligimiz va Allohning bizga ato qilgan ne'matining shukrasini ado qilganlardan bo'lishimizga besil bo'lib qolsak ajab emas degan umiddaman. Allah razı olsun. Teşviqat meselesi bugünkü dünyada gerçi her qancha bir kuchli armiyasi bo'lsa-mu, sal qarashqa petinolmaydigan bir qurolga aylanadi. Yillardan beri, yani tarixdan beri shunday bo'lib keladi. Xitoyda bugungi dunyodagi 5ning birisi da'vatgan Fir'avnning darajasida zulmni ijro qilayotgan bir süper kuch bo'lishiga bakmay, o'zininki aldamchiliklarni, rezil maqsadlarini yolg'onchilik bilan ifodalashga, yolg'onchilik bilan to'sishga majbur bo'layotganligi tashviqotning kuchidan iborat bir reallikdan. Uyg'urlarning qo'lida hech qanday bir narsaning yo'qligiga bakmay, Xitoyning qo'rqishiga sababmi o'zining qilmish etmishlarining real dunyoga aynan shaklda anglitlik qilishdan ensiraydiganligi tashviqotning insonga ta'sir qilish kuchining yuqori bo'lganligidan darak berib ketdi. Bunu her konuda aklı var insanlar asasen düşünerliydim. Onun için ben yıllardan beri bir muhbirlik qilish tecrübem asasen sizninki dadillik bilan men ziyorat qilib kelganliklaringizni Alloh rahmat aytaman. Gerçi bir-birimizni bu xil shakllar bilan tamamen to'liq yoritib beramasak va ichimizdagi bildigan
bilgen düşüncelerimizni, Allah ata kılgan nimetlerimizni aynen ifadeleyemesekmi? Bu arkalık bayatını sizde ötüp ketkendik, kırındaşlığını küçeytiş. Özara bugün bizge nimet kılıp verilgen sosyal medyanınki bu önümlük taraflardan yaxşı faydalanış maqsadida ve ikkimizlam emas, belki ekran orqali bizning suhbatimizga daxil bo'lgan dunyoning hamma yerlaridagi qarindoshlarningki ekran orqali va internet vositalari orqali biz bilan ham fikr bo'lib, o'zaro tushunishni chuqurlashtirish maqsadida besilgan bir qadam bo'lganligi uchun buni bir tabriklashga va qimmatlashga, qadrlashga arziydi deb qarayman. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Biz kimninki ziyaret kılışı mühim emas. Bir-birimiz bilen kaynaşışımız, bir-birimiz bilen imanlaşışımız, sohbetleşişimiz, fikir almashtırışımız, samimiy dostluk bağı kuruşumuz bizninki dava kılayotgan dinimizin asası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Kur'an'da onun vahiy qilgan ayet arqılıq innemel mu'minuna ihvetun fa aslihu beyne ahveykum ayetleri bilen mu'minler bir bilen qırındaş dedi inşallah. Biz bu zulümde qalğan Şərq Türkistan xalqı üçün kiçikkin xizmet qilgan, hiç bo'lmasa xainlik qilmagan qarindoshlarimizni ziyorat qilamiz. Uni yo'qlaymiz, uni bilan qarindoshlik bağı quramiz, uni bilan muomalat qilamiz, uni yaxshi ko'ramiz. Temaga kelsak, o'tgan qitimliq videoda men Halil İbrahim qarindoshimiz bilan Myanmar xalqaro ismi biz Uyg'urlarda Birma deb atab kelgan bir temini paranglashdik ve o temini tilga olishimizga sabab buningki parda arkasida bizning o'rtaq dushmanimiz bo'lgan Xitoy borligi chiqib qolganligi uchun biz buni xalqimizga oshkorlashni maqsad qilib bu temini paranglashdik va bu qitimmi bu temini paranglashishimizda chunki qarindoshlarimizga bu ma'lum emas ekan, hatto bizmi yaqinda bildik bu Arakanda musulmonlarning borligini. Unda bo'lishida aynı zamandaki teşviqat sohasiningki pasifligi u yerdagi ve bizning jiq narsalarni o'qimaganligimiz tufayli Arakandagi musulmon qarindoshlarimizning borligini biz jiq bilmaydik. Ammo yaqindan beri ular ciddi bir şekilde mayli Birma Buddhist kafirlar tarafidan bo'lsin, mayli boshqa musulmonlarningki dunyoga tarqatgan teşviqat vositalaridan bo'lsin, bu yerda 1,5 milyon musulmonlarning yashaydiganligini, u yerdagi Birma Buddhistlarningki ishg'ol ostida ekanligini va buni bu ishg'oliyatningki manbai bo'lgan Buddhistlarni Xitoylarning yo'layotganligini, bu yerdagi Xitoylarning o'z manfaati uchun bu yerdagilarni childirtib, bu yerdagilarni qo'zg'ab musulmonlar ziyonkashlik qilishiga Xitoy yo'l ochib berayotganligini biz bildik yaqindan beri. Ham buni texnik ochiqlash uchun yana bir qitim buni tilga oldik. Endi Ahmetjon qarindoshimiz sizlar masalan bu teşviqat sohasida bir mezgil xizmat qildilar, ham qilyaptilar zaten. Kim davom qilyapti. Bu teşviqatda Şərq Türkistan'da bo'layotgan zulm bilan Birma yoki Arakanda bo'layotgan zulmninki dunyo insonlariga ko'rsatgan inkosi bek osmon zamin farqlanadi. Mesela hatta yakında bir anlatımız Türklerinin teşkillenip mesela Türk mücahitleri degandek teşkillenip Arakan Müslümanlara yardım berishini o'ylashganligi, Checheniya musulmonlarininki teşkillenip hujum qilamiz deyotganligi, hatta Türkiye'den ibaret cho'ng bir devlet biz agar bir mulukla sizlar Arakandagi musulmonlarga zulmni to'xtatmasanglar biz sizlarga tadbir qo'llanamiz degidek, hatta bir başbakanның ayoli ve onunki bakan yardımcıları şu devletki berip musulmonlarga qo'ldan kelishcha amaliy bir şekilde yardım beriyotdi. Nima uchun Şərq Türkistandagi zulm 70 yıldan beri yani en ciddi bir şekilde zulm ilib berilyotdi? Nima uchun u yerga bunday bir holat shakllanmadi yoki zulmga uchib qolibsizlar, biz sizlarga yordam beramiz deb dunyodagi hech qanday bir tashkilot yoki bir organ yoki bir boshbakan
biraya bizga yordam bermadi degan narsada bu tashviqotningki roli qanday, ya'ni buningda qaysi shaklda bizning ketkizib qo'ygan yerimiz bormi yoki ular bizdan bekka xizmat qilib ketdimi Arakandagi musulmonlar? Nima uchun Arakan masalasi jiddiy shaklda dunyoninki qiziq nuqtasiga aylandi, ammo Sharq Turkiston masalasi Arakandan nechasi cho'ng maxfiy zulm bo'layotgan bo'lsa-mu, nima uchun bu dunyoninki qiziq temasiga kelinmadi? Bu masalada sizning fikringizni anglab boqinglar. Teşviqat sahası. Bu meseleni biraz bugünkü nemege yığsak, Arakandaki bu kıtımkı qalliq facianınki tarihi görünüşü, medyadaki tarihi görünüşü uzun bo'lmadi. İşkepteki bağımlıgan vaqt içinde bütün dünyadaki özünün qayoşlarını, zulümge karşı her xil sahadaki, etiqadki insanlarını özüge cezb qildi. Ularning vijdoni, insoniy g'ururini uyg'otdi, uyg'ota oldi. Ikki hafta vaqt ichida dunyo mediasiga axtarilgan videolarning sonini, uning vaznini, realligini, chilligini tilida ifodalab bergisiz. Hatta biz misol dunyodagi inson ko'rmagan zulmni ko'rayotgan bir millatninki da'vogarlarimiz, ularning ovozini sirtga yoyg'ishlarimiz, da'vatdan bir Uyg'ur turug'liq bizning yurkimizni, hatto necha qarindoshlardan shunday anglabki, Arakanda bo'layotgan bu zulm biznikidan dahshat bo'ldi degan darajada tashviqotda shunday ta'sir qildi insonga. Endi bu yerda hozir qadar mayli u voqelik qanchalik cho'ng yoki kichik bo'lsin, xarakter jihatda farqli yo farqsiz bo'lishidan qat'iy nazar biri ko'rinish var, biri ko'z tutish var. Yani medyada bu ikki narsa muhim ekan. Hozir qadar dunyoning butun to'rt taraflariga qaraydigan bo'lsak, media zaten kimning qo'lida? Tashviqot sohasiga musulmonlar dunyosi faqat mahalliy xarakterdagi, o'zining jamoat xarakterdagi va o'zining rayon xarakterdagi narsalar bilan qanoat qilib keldi. Faqat bir qator Al Jazeera'dan boshqa. Al Jazeera misol qator kichik bir davlat bo'lishi vaqtmay, shu Al Jazeera'ning kuchi bilan dunyo tanildi. Ya'ni media sohasiga sog'an mablag'i musulmon millatlarninki, musulmon o'lkalarninki g'arb davlatlarning qarag'achada yo'q deyildi oldu. Mayli bu Al Jazeera'ning yo'q, shu umumiy deb aytsak. Mayli shu kichik bolalarninki filmlardan tortib cho'ng siyosiy sahnalardagi dialoglar qadar Osiyo mamlakatlarida elib berilgan bütün tashviqotlarning tashviq chiqish eg'izi yanada g'arb ellarining qo'lida bo'ldi. Ya'ni bir musulmon iqlimdagilarning qo'lida bo'lib boqmadi. Ajda qo'g'onlar tashviqot boshqalarning qo'lida. Ya, ajda qo'g'onlar uchun ko'rsatishga tirishqanlarmi, ko'rinishga tirishqanlarmi, ko'rsatilganini ham ko'rsatadi. Yani ko'rsatishga ruxsat qilganini ham ko'rsatadi. Bunday qo'g'onlar uchun xeli şu sosyal medya başlangıcı baba arlıqdan meyli Arakan bolsun, meyli bu vakıtın nemkigan Arap Bahar ayıktı olsun. Bu sosyal medyanın gücü bombagan bolsa, yani bu xil bu neşir erkinligi bir atmosfera çıkmagan bolsa, bunda bir havaga erişemeyen bolsa, belki dünyadaki nurgun zulümler, yani şu özünün zulüm boğga yerde kap kalgan boladı. Yani Arakan musulmonlar şu 15 gün, 20 gün bağımlanan vaqt içindeki özünün beşe kelgen derdini hemmesi digidek videoga tartib, telefonga tartib, qandaq qilib so'qilar, baş patqaqılda şu ölemning bu gerebeklerinde jurib, ölayotganini yine de juribmi, aş narsaning ahamiyatiga sal qarmadi. Buni butun dunyoga angladi. Bu jihatda g'alaba qildi. Yani Uyghur halkı şu ise Uyghur halkı mesela Arakan milletlerine bakkan çağda biz coğrafiyalik cihetten ben bir bakmadım ama sırtı cihetten qaradığan bolsak ularning qo'lida ishdan yo'q, bir latdalarla yo'q kelgan uylarma köy bir şekilde bir shunda
Yani bugünkü devirde qaralgan bolsa, bir taraqqiy qilmagan, bir yani eslatadigan bir muhit yaşayotgan bir xalq bo'lishga bakmay. Teşviqat sohasida muyda ciddi usullar bilan Allah bergan ne'matin unumli foydalanib dünya o'zining sesini, ovozini anglab, dardini anglab. Biz Uyg'urlar olsa, Uyg'ur bugungi kunlikda Xitoyningki barliq shu elektronlik kompüter programmachilik sohalarining hammasida Uyg'urlar oldingi setda, ya'ni oldin qatorda barmoq bilan sanalgan Uyg'ur texnikalari bor. Ve avam püfradım çoğu dese, avam püfrada bayıldım tartı, iş görselerinden, hatta ahlatıyla adamlarımı kolda telefon var. Xitoyninki telefon sahasındaki materyalının cahili oluşu bakmayı, azallıqdan nurgun insanlar faydalanır. Hem internet kolaylıqından her cihetlerden şunda şerait vardır. İnsanlar bu xil teşviqatda, mesela bir Xitoyninki bir Uyghur kız zulüm kılıp atkan. Ya ki naşılık uçurayotgan, ya avazını rekord kılıp algan, ya görüntüsünü resim tartib alıp çıkarıp atılgan, ya video tartib algan avvallarga Uyghur halkı ünümünü bilemedi. Çünkü Xitoy bütün etrafını kamu aldı. Ben hatta şuna oylayayım ki 5. iyul 2009 yılı 5. yıl Ürümçi katliamındaki plan mı Xitoyninki şu Uyg'urlarning to'rt sohasidagi yıldızdan kurup yani uyaga bir palto urish maqsadi bo'lganligi uchun avval to'r dunyosini kontrol qilolmagandek darajaga borgan Uyg'urlarning shu davrdagi. Hatto ba'zi munozirlarning keskinligiga u qadar qizishiga qarab, yo aşağı turib xalq mushun deyadigan bo'lsa, uyg'onib ziyodlarimiz degizdi bizni, chetlab tur. Xitoy bunun nereden başlayışına bir nima qilolmadi da, bo'g'ni tutadigan yeri lazım onunla. Çünkü bu aşağı uçluq nimaga o'xshash kirpiteklik, yildizi chunqu. Ayna bo'lganligi uchun oxirisida Xitoy aşağı tashviqot sohasidagi internet bo'shlig'ida Uyg'urlarninki yayrab ketganligini kontrol qilish maqsadida qasddan bir fitna paydo qilish nimasiga majbur qildi. Shuning uchun Shogan voqeasidan ilgari Yakanda uşaq balalarninki Xitoy o'qituvchisi tarafidan jinsiy dafsanchilikka uchraganligidek bir voqelikni otdi to'g'riga. Surish qilib shu zamonlarda jiddiy surish qilsak, uning real bo'lmaganligini topolmadi. Ammo kishilar azroq qaqshab qilib bek umumiylikka aylanmadi bu. Shogan voqeasi undan keyin chiqdi. Yani Xitoy uni bilan Uyg'ur xalqining pishonchilik achchiqlanmagan ekan. Shogan voqeasida Guangdongda ishlayotgan shu bichora Uyg'urlarning ichinishlik shaklda o'ldirilganlikdek bir video tarqatildi. Bu yerda shu qadar Xitoyning bo'lishiga bakmaydi. Hammasining qo'lida telefon bor. Dunyoga tarqalgan video 2. 2 parchadan video tarqaldi. Uchinchisi montaj qilingan oldi. Ama orijinal altında 2 parçadan video. O kadar Xitoyning ittifoqi nereden geldi? Ben bunun şu kadar hayran. 2005 iyul qo'zg'alib chiqqan chog'da uning dunyoga ovoz keltirishidagi bir g'alaba qilgan yeri nerede oldu desa, shu chog'dagi voqealikni putto nimaga otdi, rasmlardan tortib otdi. Uni dalil qilib turib, siyosiy nimada rol olayotgan dava insonlara xalqimiz hozir bunda bir qiyinchilik duch keldi deb xalqaro media olib chiqdi. Ammo tajriba saboqlarimizdan kamligidan ba'zan rostning orasiga yolg'onni aralashtirib qo'yish. Bundan boshqa abiyatimki men hozir so'z to'xtalayotgan ko'rsatish bilan ko'rinishdan iborat bu raqobatda tajribamizdan kam bo'lganligidan Xitoy ko'rsatishga yo'l qo'ygani yoki chorasiz qolgandan boshqacha biz nima qilamiz? Bugünkü Arakandaki Müslümanlarınki taraftan destekçilerinin çıkışına sebep olan asaslık vasıtalarının birisi Arakandaki Müslümanlar bu yerdeki boğan zulümünü dünyada gösterdi. Bu bir türe. Bu aşı Arakan Müslümanlarına tabi tayfa. Hem de
ege chiqayotgan mening ko'z qarashim emas, shaxsiy ko'z qarashim. Endi soyibxonlik qilayotgan ignachiligida o'zining o'g'avaldachilik bilan haqqoniyat talab turadiganligi, qilindoshligi nim bo'lsin. Mayli demokratiya, nim bo'lsin. Bir narsa bilan bu Arakanda bo'layotgan zulmga qarshi ifodasini bildirayotgan kuchlarmi? Xalq boshqa, ammo toplum qurilishlar, masalan, jamoatlar, organlar, davlat yoki bir iqlim nomidagilarning hammasininki nima bo'lsin, xarakter jihatdan ikkiga bo'lishga bo'ladi. Biri shu yer orqali, shu yer bo'layotgan zulmga qarshilik bildirish orqali nom qozonish. Ikkinchisi qarshi tarafda turayotgan buddist hokimiyati, ya'ni Birma hokimiyati o'zininki qarshisiga chiqqan chog'da deydi, Birma qarshi chiqqan chog'da kuchi yetadiganligi. Ya'ni Birmaning hokimiyati bilan Xitoyning hokimiyatining orasida kuch farqi bor. Ma'ning kuchi yetadi, ma'ning bo'zak ko'raklik, kuchim yetadi ma'ningga deb, shuni o'g'avaldasi tutib ketdik yani. Ammo Xitoy kelgancha hisobda kuch yetmagan ekan, buma qanaqa qildi qo'rqinib qisib oladigan gap. Onun demokratik yoki boshqa bir fikr emas, da'vo qilayotgan davosida rostchil bo'lolmaydigan darajada berib ketadi. Uning uchun bo'layotgan bu narsani bu Arakan musulmonlarining media sohasidagi qo'lga kelgan g'albisini yani g'alba deyishga bo'ladi deb qarayman. Ammo g'alba biri o'zining tirishchiligidan bo'ldi, ikkinchisi Allohning majburlik qilishi va ayada insonlarni, iqlimlarni o'z da'vo qilgan sohada majbur qilganlik. Ya'ni masalan bir toplum to'pdan bir jamoat bo'lib yoki bir guruh bo'lib, men ma da'voni qildigan kishi deb chiqqan bo'lsa, mana bir narsaning da'vosini qilamiz deb chiqqan bo'lsa, partiya qurib, shu sohada haqqimni ber deya desa, u bermeme demaydi. Çünkü o'z da'vo qilgan shaklda. Arakandagi musulmonlarning yana bir alohidligi bor ekan. Ya'ni biz masalan bu masalalarni deyishimizga sabab tajribalarni yakunlab yoki ibrat ilish yoki o'rganish, uni tadqiq qilib, chunki Arakandagi musulmonlarga silinayotgan zulm bilan Sharq Turkiston xalqiga silinayotgan zulm asos o'xshab ketadi. Hatto Sharq Turkistonda bo'layotgan zulm uningdan ig'ir, chunki Sharq Turkistondagi maxfiy o'ldirish, Arakandagi oshkor o'ldirish, Sharq Turkiston maxfiy o'ldirish va yana Sharq Turkistondagi boyliqlarni talon-taroj qilish uchun ishg'ol qilindi bizniki va uningdan boshqa nurg'un sabablar bor. Arakandimi bu yerda jiddiy bir birazdan keyin o masala ustida to'xtalamiz. Jiddiy bir manfaat o'tirg'i chiqdi. Xitoyning manfaati. Ya'ni 2014-yili Arakandagi tabiiy gaz va neft turbisininki Burma bilan Xitoy o'rtasida anglashma, ya'ni bir to'xtam tuzilgan ekan va bu zulmning keyinda birlam kishi bor yoki bir davlat bor, u bo'lsa Xitoy. Ve bu zulümga bütün dünyanın cimcit turuluşida Xitoy avval qurug'liqdan bu temir ipek yolu degan narsani chiqarib qo'lni bu Sadichning teshiga qo'lni uzatdi Xitoy. Yani dunyoga qora qo'lni so'zdi. Temir yo'l orqali. Bu temir yo'ldan Yevropani manfaatdor qilmoqchi bo'ldi. Amerika, Angliya, ayan tarafda Italiya, Roma, masalan Vatikan o yerlarga chiqadi. Bu aqo'ylisi bo'lgan Sharq Janubiy Osiyo davlatlaridagi bir putini otdi. Bitta bu yerdimi bir iqtisodiy ko'rdiruvchi bu yerda. Ya'ni bizningki ilmiy materiallarga qarab necha vaqtdan beri meni qiziqayotgan sohimda. Demak, nima uchun bu zulmlarningki keyindagi kuch burib qoldi desa, Xitoy bugun o'zining iqtisodini dunyoga reklam qilayotgan bir kunda bu sebep, yani iqtisodiy bir manfaat Sharq Turkiston xalqining jiddiy shaklda zulm kuchqishininki tag'im yalqunjab ketishiga bir sabab bo'ldi. Rohingya musulmonlarning, ya'ni Arakan musulmonlarning bu shakldagi jiddiy so'yqirim, ya'ni qatliam bo'lib ketishiga bu sabab bo'ldi. Endi ammo buning o'ttirdagi Sharq Turkistonda zulm bo'ladi-ku.
Arakanda zulüm buladı. Nima uchun Sharq Turkistondagi zulmni dunyo ko'rmay qoldi? Nima uchun Arakandagi zulmni dunyo ko'rdi desak, biroz oldida sizlar deganga o'xshash. Arakan musulmonlari jinni qo'ltiq qisib qo'yib, o'ldiryapsimi, ko'ydiryapsimi, uning medyasini dunyo sirtqa eksport qila oldi. Ataladi. Ammo Urumchi, Qashqar, Xotandan biror voqea bo'lsa, Xotandan jiq voqealar bo'ldi, Qashqarda bo'ldi, Urumchida bo'ldi. Xotanda tijoratchilarning, boylarning oilalari ko'ydirib o'tildi. O't voqeasi yuz berdi. Bir kichikkina bir o'tni bir qaznoq ketgan o'tni ko'rdik, boshqa bir narsa ko'rmadik. Qashqarda voqealar bo'ldi, bir narsa ko'rmadik. Urumchida voqealar bo'ldi. Ya'ni Yakanning ilishqida bo'ldi. Yakanning ilishqida bir insonlarning qirilib ketganligi o'ldirib etdi, uniki bir videosi yo'q qo'limizda. Ya'ni bunda bo'lganken biz nima ish qilamiz? Biz bu Arakandagi musulmonlarningki dunyoga o'zini anglitib, bir prezidentning, bir boshbakanning ayoli va boshbakanlar kelib bu yerda ziyorat qilishiga sabab bo'lgandek sababni tepib chiqamiz bu yerda. Ya'ni tashviqotni Arakan sirtga chiqara oldi va sirt, ya'ni bola yig'lamasa ona emchak solmaydi deb. Ya'ni bu tashviqot sohasida sizlar bizdek tashviqot sohasida xizmat qilishni o'ylashayotganlar buni yakunlab chiqib, avval chet elda qarindoshlar bu tashviqotni tutamiz. Bundan keyin Sharq Turkiston qarab yuzlanamiz demoqchi. Men şey bir to'liqlama qilay. Bayatanqi g'alaba ustida deydik-da, Arakan musulmonlarning g'alaba qilganlik sababini ikki nuqtadan yoritdim. Biri Arakan musulmonlarining bu jihatda terish chiqarligi. Ikkinchisining sirtqi qo'llash tarafdori bo'lgan kuchlarning qarshisida turgan Burma hokimiyatidan o'zini kuchlik his qilganligi. İkinci amil. Üçüncü amil nima desa, Xitoy bilan reallikanda bu Xitoy bilan Burma hokimiyatininki nimani kontrol qilish, media sohasini kontrol qilishga kuch farqimi favqulodda. Ya'ni Xitoy bu jihatda masalan butun qirg'inchiliklarni maxfiy tutdi. Maxfiy ilib bordi. O'zi Burmadan o kadar kuchli bo'lishiga bakmaydi. Burmadagi buddistlardan Xitoylarning millatchiligi buddist Burmalardan nechasi ortiq. Ajnaliga bakmay Xitoylar ve 1,5 milyar deydi, 1 milyar yaqin Xitoylar xuddi Burma kafirlari o'zining qilmish etmishlarini faxrlanib turib media tartalaganchilik unda qilmadi. Ya aqlliqligi ortiq yoki mavi Burma buddistlarning dötlük ortiq. Aşnaq bo'lganligi uchun bu 3 nuqtani ilib olsak, bu qo'tinqi bu Uyg'ur musulmonlar, Uyg'urlarimiz bilan Sharq Turkiston xalqi bilan Arakan musulmonlarninki media sohasidagi yoki dunyoninki shu yordamini qabul qilish, ya'ni yordamini ta'sirini o'zininki hesdaşlığını qo'lga keltirish jihatdagi 3 nuqtada farqli taraflar var. Yani xalq, yani Uyg'urlar ve Arakan musulmonlari. Xitoy ve Burma. Anakin chet ellik kuchlar. Adam yani chet ellik kuchli bir bizga nisbatan. Arakan musulmonlar nisbatan chet elliklarimiz bir. Bizga nisbatan chet elliklar bir. Zaten boshqa plantdan kelganlar gaptamadi da hozir. O'xshash bir yashayotgan, o'xshash davoni qilayotgan chet ellik kuch bular bir. Ama farqi biz bilan biz Sharq Turkiston bilan bir farqliq. Bu o'xshamaydi. Xalqima ikki o'xshamaydi. O'xshaydigan tarafi qarshi taraf. Ya'ni bugun sohibxonlik qilayotganligi yoki hissdashlikni bildirib Çeteldeki huzur çıqqanlar. Yani bularninki eğer biz yaxshi tashviq qila olsak, bizga chiqamdi degan masalasida %100 chiqadi demayman. Chunki abatni deganda qarshisidagi odam ojiz bo'lsa, uning tuytuğunun yuragi yo'qona qoldi. Agar u bakrak yo'g'on bo'lsa, o'sha to'xtab. Jim tushunmoqda. Yana anda deydi. Bir oddiy bir demek xalqaro kuchli shu zulm kuch qilganlarga farqli qaraydi. Farqli qaraydi. Qarshi tarafda gap qilmoqchi bo'lgan odamga qarta, gap qilmoqchi bo'lgan kuchga qarta o'zini dansab turib gap qiladi.
Türkiye ham shundoq. Undan boshqa Ya qarindoshlarimiz yozibdi bizga. Chet elda yashayotgan arakanlılar bu ish kuchida deydi. Ularning to'lisi inglizchani bek yaxshi biladi. Joyida ishlatadi, so'zlashadi. Bu bek to'g'ri, men qo'llayman. Yani chet eldagi arakanlı musulmonlar yoki arakanlılar xalqaro medyada diki bundaq bir Fursatni yaxshi foydalanaman. qiziq nuqtaga kelishda buni bek kuchida deydi. Undaqda bizda inglizcha biladiganlar yo'qmi? Bu meselede ben şu bu qatamda Mısır'daki avanlar kiçikken kıstırdım qilay. Ayrım to'xtalish tegishli bir tema bo'lsa, Mısırda bu qatamda Xitoyningki qo'chib o'tishidan aşağıda o'qiyotgan 5-10 ming atrofidagi Uyg'urlarning bugun sarsalliq kursida g'arq bo'lganligi bir reallik. Aşınçılar insanlar vayron qilindiki, ular din o'qiyotdi, iymon o'qiyotdi deyishga bakmayın. Ve imanның birsin şart olan yaxşımanlıqның faqat Allah'tan keldiğinliğini iman etiqlaq. Şu dinning sahasida mutaxassislar şu sahada ügünüp özüne ve xalqni qutquzish da'vosidagi insondan 6-7 ming odamning ichidan bir odam ko'rdik. 2 odam ko'rdik. Dunyo mediasiga Mısır'daki o'quvchilar voqeasida 2 shaxs chiqib Mısırda o'qiganlar. Eng oddiysi. İsmini tilgan mayli. Chiqib şahsen ben mücük bilmeydi ekanman, ammo bu qitim maydonga chiqdi. Chiqib Mısırda manda ish bo'ladi. Mısır'daki Uyg'urlarni Xitoy hukumatı CC bilan birlashib qo'g'layotdi, turma qilyotdi deb 2 Uyg'ur chiqdi endi. Bu maqalda 5 ming odamning orasidan 2 odam chiqdi. Allah razı olsun. Allah razı olsun şu kişilerden var. Şunun ailesi var. Tamam. Chet elde qanchalik arakanlıqlı var, necha ming arakan. Ondan başka aşuda yani Asya memleketlerde yani şu başka bunun tüyü bağlılar bayada ve hatta Avrupa kelgenler işide mi? Müşahede neçesi dep kettim. Yani kelgenler Avrupaga iki kız gaqib bersin mavzu birisi aldı çıkıp gaqılanmadı. Ma başkalardan hapılmaydı. Bizden bu tutvatkan pozisyonumuz bu. Ama onun pertivası yok. Mesela kimge deyse ona. Unda olan değil. Dağda bağlanmasan Xudayam deyse deydi. O başkadan mesela demokratçıga onun bana yol versen oğlu sebep pertivatın yani bizim pişidi. Adaka qağının vahimisi sağan çalımolluq oxşaş eden inşallah. Ayla qılıplam yani özünün qo'rqinchaqligini yapılaverdi. Əməliyyatda əgər tekkan qiz çoğunlukta oku deganlik uchun biz o'qiymiz. Ashta deydi. Biz mediaga chiqmasak nima degan. Nimada real masala sen əgər tekkan qiz qanmaydi. Yani eğer tegib turib ben qiz qalaman degan da'vodagi insonlarni men muxbirlik hayotimdan pek çok ko'rdim. Xo'sh. Temidan nima Şatlab ketmasligimiz uchun faqat yardan deyishdi. Arab dunyosida bo'lgan media yani teşviqatda bizningki chet elda burunqi suhbatlardan dedik, chet elda eng jiq o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchi Talib. Diniy savdo o'qiyotgan. Diniy savdo o'qiyotganlar intayin ko'p ve chet elda Uyg'ur ziyolilarning ichida va yoki Uyg'ur aydın insonlari, ilm odamlarining ichida eng jiqi molla. Ama İslam dünyasına teşvikatımızda anlatıcı neçe %? Garip dünyasına teşvikatımızda anlatıcı neçe %? Bu yerde yana bizning insonlardan var. Andikin şu Müslüman ülkelerinin insanlardan var. Garip elleri erken, fikirde erken. Hatta ministr nima xotirjam rahat gibi o'z qarashini qila oladi. Yurak bor. İnsanlık huquqi sharifi qo'lida. Ammo Müslüman ellerininki hakimiyet beşiliklerinin ismi ne kadar cezbdar, ne kadar haşametli oluştuğuna katı nazar, onun nesebine, ne tutuşuna katı nazar, bu dünyada fitne tervatkallarının küçük oturup kalırlar, tahtı çıkıp kalırlar. Çünkü dünya uğraşırken özünün müstemlik rayonundan çekiniş harpsi da özünün gepini anladığın insanlarına koyup çıkıyor. Bu sebeple bu başka bir tema olarak ya küçük şey emas. Yani şu sebep tüpeyden bizden veya kirişimiz ötesi. Yani hem özümüzde hem karşı tarafımızda var. Şu manana siliştirse adil olmamız lazım demek için. Yani bizdeki bugün bu temini tılıq ilişimizdeki maksat Arakandaki Müslümanlar nemi için 15 günde dünyaya tunuldu. Şarkı Türkistan'daki Müslümanlar nemi için
zulüm bir, düşman bir. Nima uchun 70 yilni yag'i to'g'ri, bir tüz bir şekilde dünya o'zimizni anıltanmadık degan masalada selishtirib elib beryapmiz. Biz kısıtlarımı kıldık. Bu esli mimimiz emez. Mişak yana küçükken tolukuna kıysa, abayat nesilde bütüp ketkendek Uygur ziyalilerinin işide, yani Uygur aydın insanlar da koy Türkçe'de biz ziyali, yani halkın takdiriyle kömür bulduğun insanlar tipi de, insanlar arasında en köp sallıkına geldiği dini saadetler dedik. Penni saadetler özünün zaten penni hizmetini kılıp mağda, ola qancha meşhur olup geçse, qancha yoğun namını asa, halk kılgan hizmeti bilen halkımız taraf tuğanlığı şunçilik özünde ölçünü da. Ama başka sahada kazanılan neticeleri o özününki şu sahada kazanılan o millet o başka. Ama millet sunulan hizmetinden ölçünü milli nokta nezareten. Yani bu sahada molla ulamalar, taliplarınki teşviqat sahasida dünya genelinde, dünya nimiside çapsında bir qilgan xizmetininki passiv ve aktivlikler ve ziyalilarninki mush Sharq Turkiston xalq uchun ilib borgan xizmetininki passiv aktivlik jihatda bir jinga qo'ysak qancha kilogram keladi, ya'ni shu qanchalar xizmat qilyapti Onun bir deyiş ters. Onun bir narsa deyiş biraz ters. Çünkü insanların cıqı hazır bexatarlık tuygusu inek olmağalı için nurgun insanlar salayetini aşkarlamagan şekilde nurgun neticelerini kolu keltirgen boluşu ve halkka bevasıta yoki vasıtalik yardımlarını berip atkan şu saat izin atkan boluş mümkün. Biz bununla süpürüp taşlayıp etsek onunla zulüm bulup kalıdı. Belki undalarına köp dep qarayman. Bir fırsat kelse, bir yaz kelse zaten köklümügen işim kalmaydı. Kurup kalgan deraxma bir çıkarıp bakılır. Bir fırsat kütüp atkan buluş mümkün. Ama penni ben dikkat edip baktım, penni sahadakilerin özünü kutkuzuşta galba kılarlar. Özünü kutkuzurlar. Hiç olmazsa birdek yaşarlar, şu sahada aldığı çıkırlar. Bugün dünyanın kaysi sahasından nezar sahası pendiki fıtıklarından şu sahada mürni mürüttirip yoki raqabette g'alaba qozonib kelayotgan Uyg'ur shaxslarning ismlarini biz tilga olaymiz. Ama diniy sohaga olsa diniy soha u fanniy sohaga o'xshamaydi deymiz. Tamam, ma'qul. Ama diniy sohaning o'zi tushunib soha bo'lishi bilan birga shu sohada g'alaba qilgan va arab musulmon millatlar orasida dang chiqargan yoki oldiga shu sohada bo'sab chiqqan insonlarni az bo'ldi. Az oldu, yok mu oldu? Yani bir hatalık nerede oldu ise, müşahede kıstırma kolay hem de bu ayrım timi olsun mu? Yani bir hatalık ne oldu ise, biz vatanın içinde dinini ügünülen şeraitten kısılğanlığımız sebebiden vatan sırtına çıkıp şu yer ügünüşke mecbur kaldı halkımız. Dini ügünlemek oldu. Ama çıkarılan yeri verip okuşka mecbur kaldı. Bir yerde Xitay yana bir oya oynadı. Bir mezgil Pakistan'la açtı. Bir mezgil Hindistan'ı açtı, bir mezgil İran'ı açtı, bir mezgil Mısır'ı açtı, bir mezgil Türkiye'ni açtı. Her yerde okşamagan vakitte edem yolu. 2010'dan keyin Mısır'ını açtı. Bunun tarihi kirmeyimiz yana. Fakat hazır ben fakat altı kirmelik. Tarihi basmışlar. Yani bu yerden maksat ne oldu ise her yerdeki iqlimlarga ayrım cemaat yolladı. Bizden halkımız bilmeydi. Şia, Sünni degan gapni mutlaq yaqinda anladı. Dünyada bizde bir de dinga e'tiqod qilayotgan, bir dinning bir mazhab o'tirayotgan, yana bir qavmdan chetga chiqib bo'linmagan. Ko'mdim. Sap. Mushunda bo'lganlik uchun Xitoy bizning qanday parchalashni yaxshi o'rganib ekan. Shunga biz din desa Qur'on, islom, musulmonchilik o'rgangan bo'lsa bo'ldi, tamam. Ne var shu yerda o'qiymiz degan qizg'inlik bilan bizning din hukmoqchi bo'lgan olimlarimiz o'zi baraliga yerdiki dinni ügende şu yerdeki cemaatdan ügetkinine şunun mutkas olarak çıktı. Saudi dini, Yemen dini, Mısır dini, Türkiye dini. Buradaki farklarını ekile, hem özünün ügengen farklarını ekile, şu bitilen ben Uygur halkının içi attı. Yani bu anondan keyin ne oldu ise yıllar, 1000 yıldan artık bir tarihimiz olan bir birlik bozulup Vahabi olduk. Hizbut tarihi olduk.
Nimacha bo'lib ketdi. Har xil bo'lib ketdi. Ota balani, bala otini akifga bir-birsini yaratmaydigan, kafirga chiqadigan holatga kirdik. Qisqagina bir ziyondan keyin uyqumizni ichibdik, kechikdik. Chunki tashviqot bizning qo'limizda bo'lmaganligi uchun. Ham bu yerda shu dinni xizmat qilayotgan qarindoshlarning har qanday narsani kirgizishda davlatning bir tamujinisi bor. Tamujindan o'tkazib, uni karantin qilib, bahosini tanshab, bejini o'ngshab, xalqqa kirsa, avvalgi bozorni qalayotgan qilmaydigan, insonlar iste'mol qilsa, zaharlanmaydigan yoki o'zining normal hayoti tahdid qilib chiqmaydigan shaklda qabul qildirdi. Bu bizning millatning importchiligi, eksportchiligida bir tamujin yo'q. Millatning egisi yo'q. Ajdaq bo'lgandan keyin hamma odam o'zi bir mo'llini tepdilig'liq, o'zi bir iqimni tutuvliqliq, oshi iqimni ching tutib, hammasiga shuning ko'zidan qarag'liq. Boshqasini yo'q bilmaydi. Yani başka xalqarodagi farqli iqimlarni ekilib bizning xalqimizga şey tıqqandan keyin bugun xalqimiz kullu hizbin bima ladayhim farihun. Aynan shu oldu. Qur'ondagi har hizb, har guruh, har ideya o'z ideyasi bilan, o'z guruhi bilan qo'shil bo'ladi. Ajina oldu. Ham bizlarga hozir biz e'tiqodiy jihatdan dunyo musulmonlarining qatoriga qatl ketish bilan biz hech nima ziyon tortmasligimiz mumkin. Ammo bugun vaqt emas. O o'zimizning mustaqil davlat bo'lgan chog'da özümüzün tutup turalaydigan vaqtimizda andan keyin ochamiz. Tamam. Muşun dinni xizmat qilayotgan, xalqqa o'zi o'rgangan ilmni sunayotgan, mush ideologiya sohasidagi qarindoshlarga mening bir tavsiyam, murojaatim bo'lib qolsin deb. O'zi sunayotgan narsaning xalqqa mos kelish kelmasligi, xalqning shuni qabul qilish qilolmasligi. U bir. İkinci xalqning birligini narsa zot islomga emasmi? O tarafları ondan başqa özləştirib qabul qilish deganda bir bayram deganda milliy bir tamujinisine, bir davlatlik tamujinisine bir karantin qilib, anandan keyin yo'llashni men butun dunyodagi qarindoshlarga mushu bugungi video orqali tavsiya bo'lib qolsin, murojaatim bo'lib qolsin deyman. Vaqtimiz hozir 45 minutdan ishib turib, gapning 5iga kelayotgan turib. Chiqib ketdi. Aslında şu 20 minut, 30 minut bir paranglashaylik degan, ama biz resmi, official CNN, BBC'ninki suhbatdoshlar bo'lmagandan keyin bu şekilde paran qildik ekanmiz. Ben oxirida şu bizning temamiz Arakan bo'lganligi uchun Arakan to'g'risida qisqacha bir tarix voqea, shuni qarindoshlarga bir sunsam, aslında bu suhbatdan oyoqqa qistiradigan bir narsam bor. Masalan, Arakan xalqi bu zulüm uçqan jarayonida nurg'un kuch ko'rsatdi va bu oxirgi 15 kun ichida dunyoga tunilib, dunyoning destinatdan mujohidlarning destinatini og'dik darajada qarorlab keldi. Uchinchi bir narsa, Arakan xalqi darhol yoshlari birga kelib qurollandi. Arakan mujohidlar paydo bo'ldi. Endi ammo Sharq Turkiston xalqi unday qila olmaydi. Bu jihatda balkim butun Uyg'ur qarindoshlarninki fikri birdekmiki deb o'ylayman shaxsan. Yani Sharq Turkistonda bir yoki Urumchida yoki Qashqarda bir Xitoy so'yqirim, qatliam yapsa, qilsa, bir o'ldirish harakati ilib borsa, Sharq Turkiston xalqi darhol qurollana oladi. Qurollanadi. Bu masala. Yani buningda shaxsan meningki ko'zim ko'rangani 40 yoshga yaqinlashibdik. Bizning xalqimizda biz cho'ng'ilib bir vatanda bir qurol ba'zilarimiz ko'rsak, ba'zilarimiz ko'rmadik. Qurol yo'q. Ama Arakan'da kural var. Boğan buluş gerek. Çünkü biz o videolarını qarsak, Arakan'daki yaşlar derhal bir haftadan keyin o'tgan qatimliqdimi 2013 yildimi derhal qurollanib Arakan mujohidlar o'tirib chiqqan. Bu qatimda Arakan mujohidlar o'tirib chiqdi. Bu bir masala. Bu endi Allohninki balkim bizga Sharq Turkiston xalqiga bergan bir ig'ir bir siniqqa o'xshaydi. Ya'ni bu undaq bir kuchdan og'ir o'tish. Allah bizge mi aşında Arakanlıkla zulüm uçqab bir tömenin sunuqını qo'liga ola oladi ekan, o'zining dushmaniga ata oladi ekan, Allah mı Sharq Turkiston xalqiga Allah bir zulüm uçqan aşında bir vaqtlarda qo'liga bir qutulish vositasini berishga Allah subhanahu va taolo nasib etsin. Oxirida men qarindoshlarga shu Arakan to'g'risida
kichikkin bir ma'lumotni berib o'tsam, undan keyin sizning so'zlarni elib o'tib, programmani oyoqlashtirsak deyman. Arakan o'ziningki tashviqoti bilan bizga ma'lum bo'lgan bir davlat bo'ldi hozir. Ya'ni Arakan musulmonlar. Arakan aslida Birminingki, biz Birmin deb bilamiz. Sharq Janubiy Osiyodagi Sharq Turkiston xalqiga Xitoy tomonidan eng yaqin chegara va eng yaqin musulmonlar o'ldiraqlashgan rayon shu Bengal bilan Arakan ekan. Mesela keyingi davrlarda balkim ular bilan qanday bir tarixiy do'stliklar qurildi, nima ishlar yuz berdi, u Allohga Pokiston Kashmir tarafida shu. U ya'ni Sharq Janubiy Osiyoninki tarafdan o şekilde ekan. Undan boshqa biz Birma deb bildik. Bu Arakan şu nimeniki Birminingki bir viloyati sanıldı ekan. Birmada 52 milyon insan yaşaydı ekan. 52 milyon nüfus ekan Birma. Musulmonlar bo'lsa shu %2%ni tashkillaydi ekan, 52 millionning %2%ni. Ya'ni 2-3 xil ko'z qarashning ichida 2 million musulmon bor deganlar bor ekan, 1,5 million musulmon bor deganlar bor ekan. Tunigun men bir videoni ko'rdim. Buningda 1 million 150 ming musulmon bor debdi. Bunda bo'lishida aslında Arakandamı bir 4-5 milyon yetiş gerekti deydi musulmonlarning soni, ammo Burma Budistleri bularniki nüfusni ciddi şekilde qirg'in qilib bunday ozlashtirib o'tgan debdi. Undan boshqa Birmidagi musulmonlar, ya'ni Arakanliklar Angliyaning ishg'olidan keyin Pokiston boshbaqini bizning oti bo'ldirimiz jiq bildigan jiq hurmatimiz va Muhammad Ali Jinnah degan kishidan yordam so'ragan ekan Pokistonga bag'inlashni. Arakanninki Pokiston tarafidan boshqarilishini istagan ekan, ammo ular qabul qilmagan ekan. 1947da mustaqil bo'lgan u davlat Burma shundan keyin Arakan musulmonlarini jiddiy shaklda xuddi bizga o'xshab, biz 1949da Sharq Turkiston besilmagan bo'lsa, 1947dan tortib Burmaliklar Arakanliklarni jiddiy shaklda besib o'ldirishga boshlagan ekan. Nima uchun buni deb birimiz qarindoshlar desa, darhol 1947-yili, 1948-yili darhol Arakan musulmonlari qurollanib, mujohidlar qurollanib, bu Burma buddistlari bilan jiddiy shaklda hatto 1961gacha qurolliq urush qilgan ekan. Xo'sh, Sharq Turkiston xalqi 1949dan 1961gacha qaysi shaklda qurolliq hujum qildi? Buni Allah xolisa qarindoshlar o'zi bir tafakkur qilib bilvasi oldu. Undan keyin Burmaliklarningki jiddiy shaklda bostirish bilan 1950 va 1954 yillar ichidami Pokiston va Bengalninki yardım ostida yana qurollangan ekan. Sharq Turkiston xalqi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarning qo'li bilan yoki Pokistonning qo'li bilan qurollanib boqmadi. Biz unda tarixini bilmaymiz. Yani Arakanlıklar yanılan bizga qaraganda baxtlikan. Jiq jihatlarda. Jiq jihatlarda baxtlikan. Hatta bu Burma bilan Bengal orasidagi chegara to'qinish tufayli Bengalliklar, ya'ni hozirgi Bangladesh degan davlat, umumiy musulmon 160 million qadar nufusi bor ekan. Burmadagi, ya'ni Arakandagi musulmonlarning har zaman qurol yordami bergan ekan. Mujohidlarni davomli qurollantirib turib Burmaga qarshi mücadelede ularni yo'lagan ekan. Undan boshqa 1971da Rohingya islom harakati qo'zg'alib, buningdimi Bengal shu Bengalning ichida askariy baza qurib bergan ekan. Arakan musulmonlarga. Ya'ni bu yerda Sharq Turkistonga qaysi qo'shni davlat bir askeri bazı qurib berdi deyin. Demek Arakanlıklar bizga qaraganda yana baxtli. Demek biz Allah'ın çoğun besiniga uçqan bir milletimiz. Allah bizden bizdek bir zulümde bizdek bir sınaqqa uçqab qolgan milletin bir ümmetninki güneşini, gününü çıkarıp beren inşallah. 1974 Pakistan ve şu yani şu Bengal'ninki setivitişi bilen
Yani şu paytısıga kelmese setip etilgan iş bar ekan. Xuddi bizni Pokiston, O'zbekiston, Qozog'iston setip etkanga o'xshash. Ularni setip etganga 1980'da Bengalning ichida yana askeriy baza qurilgan ekan. 1990'da Afg'onistonliklar yordam qilgan ekan. Arakanga. Afg'onistonliklar bizga Sharq Turkiston xalqi qanday yordam qildi bu masala. Coğrafiyalik cihetden biraz anında Ama Afg'oniston bilan coğrafiyalik jihatda biz Vahan Kardur'un ki biz Vaziristonga yaqin, avval o'lish baqqalla bo'lgan. Balochistonga yaqin, Pokistonga yaqin. Har xil bahonada, lekin men manda o'ylayman bu jihatda. Qaraqurum tegining bu tarafi, ya'ni Afg'oniston, Kashmir, Hindiston, bu Bangladesh bu taraflarni bosgan hokimiyat, mustamlik qilgan hokimiyat, bugungi g'arb hokimiyati, ya'ni Ingiltere, Buyuk Britaniya. Ama bizning Sharq Turkiston xalqini ikkiga bo'lib bosgan, ya'ni birisi Xitoy, birisi Rus. Endi insonlik tabiatini buzish jihatda gerçi g'arb aqimi va Amerika g'arb dunyosiningki insonlikning tabiatini buzish jihatda shuni qarab deb o'ylaymanki, Xitoy va Rus qaragan chog'da ancha buzmabdi ekan. Masalan, axloqiy jihatda shirklashtirish, madaniyat jihatda shalg'utlashtirish bo'lgan bo'lsa-mu, lekin insonlikning nima ekanligi, bir insonning aqli sömürgeci deydi ularni. Boyliqni bulaydi ular. Xo'sh, insonni bulmaydi. Xitoylar Rus Markes ve Lenin bu mavzudan degan ideyalarni chiqarib, insonning ideyasini o'ltirish uchun chiqqan hukumat. Har ishkin hamma narsani o'g'lab qilmoqda bo'ldi. Men shu jihatdan, shu O'rta Osiyodagi shu bugungi G'arb Turkiston xalqi bilan Sharq Turkiston xalqining o'rtasining uzilishi, ikki xil madaniyat ostida assimilyatsiya bo'lishi, insonlik inining buzib o'tilishi. Masalan, xil aqlimizni topsak, dinni xil obdan biladigan xinim, hoji xinim, damallar deyilgan insonlarning 70-yillardagi resimlarini izlaydigan bo'lsak, Kaltchurch, Leholenning aynısını ko'radi. Ya'ni shu qanday ajda buzilgan edi. Faqat keyingi Allohning rahmati bilan Dangshopingdan keyingi ishni ichitish, millat o'zi qaytish, o'zining kulturini tepish qatorliq bir Xudoyim bergan qisqa bir atmosferada biz aslidin tigimizda bo'lgan, qinimizda bo'lgan islom, iymon, ichtisom muraklar bugungi bir musulmonlikni keltirib chiqadi. Ammo shu chog'dagi fursatni loyiqida tutmaganligimiz va uning oldidagi fursatlarni yaxshi tutmaganligimiz uchun bugun duch kelgan qismatlarimiz bizning oramizdagi yaxshi va yomonni ayirishdan iborat bir sinoqning ustida davom qilayotganligini men iymon etdim. Shuna. Xuddi bu Bani Isroil qavmining Firavunning zulmi ostida qilinishidan hikmat, ularning orasidagi yaxshi va yomonni ayirish edi degan oyatni har o'qisam, ayni Bani Isroil bizmidi? Firavun bugun Xitoymidi? degan retorik tanlovda davom cho'kilaydi. Yani Xitoy Firavun bo'lsa, Allah Qur'ondagi oyatiga asosan Uyg'ur xalqi Bani Isroil qavmi bo'lib qolgan bo'lsa, Uyg'urninki yaxshi yomonini ayirib. Chunki biroz nazar solgan bo'lsak, madaniyat inqilobi bo'lsin, hozir bo'lsin. Namozni har qanday yerda vaqt kelganda o'qish kerak, tushunami? Ammo masjidga o'qisak bo'ldi deb, shu masjidga birish nimasi bilan masjid bo'lmaydi degan shakldagi tushuncha bilan tashqarida, ya'ni o'zimiz xizmat qilayotgan hamma yerlarimizda o'qiydigan namozdan vaqt uzoqlashgandan keyin Xitoy nimada namozni masjiddan o'qisa dedi. Ani o'zimiz tashlab ketgan ekan, Xudoyim tortib oldi, tepsi chiqib tortib oldi. Ondan keyin bo'lsa masjidga biz bolalarimizni bermadik, sa cho'ng'ani shirmas degan ekan, Xitoy qanday qildi? 18 yoshgacha masjid shirmaysan. Endi biz tashlab etdik, tortib oldi. Onun oldidagi tarix qaragansak, Qur'onni o'qimaganligimiz uchun mavzuning uzunligini o'qiydigan. Kechasi tahajjud qilmaganligimiz uchun 20 yil qo'rq o'qiydigan kunni qoldi. Bugun bular biz duch kelayotgan qismatlarimizga biz aqliy va iymoniy ko'zimizdan nazar solgan bo'lsak, biz Alloh buyurgan va bizning talab qilgan ba'zi ishlarni biz tark etganligimiz tufaylidan ko'pchilikimiz Allah uning ustidan tortib ila bugun Uyg'ur xalqi Sharq Turkiston mücadelesi nimini terk etib o'tdi degan gap chiqadi. Yani bu mücadelede
bu hizmette chet elde her adam erkin bir şekilde her adam yani o'zining alıp uçup xuddi bu Mısır vakası. Mısır dünyadaki en beqadar devletinin birisiydi. Ama Allah avval Mısır'ını qo'ychidi. Demişqa xudo abayqi deganga o'xshash. Bu müşahede yana bir... Yani hizmet qilmasak, yani eğer Gollandiyadagila hizmet qilmasak, mayli Turkiyadagila bo'lsin, niyatgila hizmet qilmasak, Allah yana shu yerni qo'yib qo'yishi mumkin. Ben dünyavi bir tragediyanın içinde yaşavatkanlığımda tasavvurlarım ve tecrübelerim bilen kanaatim geldim. Yani dava kılınan nerse asli içindeki dava kuruk bana deydi. Yani Müslümançılık, mescid, İslam içi kuruk bir narsa aydınlanacak. Fakat mavzu kılacak. Kitaptan mukamas kılıqlar içindeki mezmun özgürlük getirdi. Aşının tragedisi yaşavatkanlığımızdan ben kanaatim geldim. Ondan başka azıqda İslam'ın degan gaplarga axirgi mazmun azıqda inson o'zining hayotida bir millat o'zining har bir davrlarda duch keladigan bir bedel var ekan. Bugün mush bedelni bermasam, erta yana bir qismat kelasan deydi. Xuddi dehqonchilik o'xshash. Mush mavsumda mushni termasang, kuzda o'sini ololmaysan degandek bu qonun qilayotgan bir narsa ular bedeldan qaçsak duch kelgan berish tegish bo'lgan bedeldan qaçgan vaqtimizda bu bedel banka qo'yib o'sim bilan qaytib kelib bizga yana bir undan oshgan bir bedeldan oldimiz develar. Yani oxirida shuni xulosalasak, agar xizmat qilmasak, agar bu mücadeleni biz bir to'g'ri er kishidek o'zimiz da'vo qilayotgan imonimiz bilan qo'rqmasdan qilmasak, biz şu ayakiltayotgan vay balam 5 minut ko'msak chidamayotgan bu bolalarımızga hassisi bilan jazo olib keladi. Demoqchimiz shuni. Allah razı olsun. Aslında biz yarım saatlik bir paran qilmoqchi edik, ammo hozir 1 soatga bo'lib qoldi. Hatta Arakandagi bu 1990gacha Arakanlik musulmonlar 1946dan 1990gacha davomli boshqa davlatlar tarafidan yardım qilinibdi, qurolliq, her jihatdan yardım qilinibdi. Sharq Turkiston xalqi hiçbir şekilde hiç qanday bir tashqi davlatning yordamiga bugungacha erishilmay keldik. Belki bunun arkasında nurg'un sebep var. Hem bu en qiziq nuqtasi bo'lgan Arakan bilan Arakanninki 2000-yildan keyingi masalalar bilan Sharq Turkistonning 2000-yildan keyingi masalalar var. Ama buni vaqt so'zsaq qarindoshlarni siqib qo'yamiz. Shuning uchun buni yana bir qatorliq biz yortanmaymiz. Bo'ladi. Biz yortanmaymiz, ammo aql egalarining saha egalarining aqliga bir chami bo'lsin. Belki bu yarım asrlik tariximizdeki hiç qanday destek qolmaydigan bir ma'naviy şekildeki bir Sina çölünün içinde yaşayotgan bo'lishimiz mumkin. Buni mushu sahananki ahlilari bir nazar tashlab baksa, xalqimiz uchun, xalqimizning manfaati uchun, o'zining Allah ato qilgan ilmining zakati uchun mushu sahada bir izlanib baksa. Allah razı olsun. Yani qolgan parangni, qolgan suhbatni biz Sharq Turkiston xalqi bo'lgan, yani sirtda muajirat yashayotgan bütün qarindoshlarimizninki o'ttirib chiqarishini, suhbat ilib berishini, bizning manfaatlar qilishini. Evet. Doktorlarımız, alimlarımız, mollalarımız o'yinaqcha so'zlamay, dunyoga, bugungi dunyoning modern vositalar orqali dunyoga, bizdek taliblarga, bizdek o'quvchilarga, o'rganguvchilarga o'rgatib qo'yishni biz ularga tashlaymiz. Allohim ondan razı olsun. Aziz qarindoshlar, inshaalloh yana biz suhbat nemiz kelsa, bizga fursat kelib qolsa yana suhbat ilib boramiz. Evet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aleyküm selam ve rahmetullah.